tashkil etilgan zakotni final bosqichidamiz. Namangan viloyatiga tarixida to'g'ri o'tkazilmaydi. İlk marotaba bir joyni o'zida ehtimol 100 ga yaqin jamoalar ishtirokidagi ilk bunaqa yirik musobaqani arafasida turibmiz. UBS oliygohi Namangan viloyatidagi intellektual qatlam rivojlanishiga juda katta hissa qo'shdi deb ayta olaman. O'yin juda katta emotsiya va shiddatli bahslarga boy o'tdi. Mana hozirda UBS universiteti tashkil etilgan zakovat olimpiadasida shu faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. UBS universiteti o'z qamroviga mana 100 dan oshiq maktabni bitta joyga jamlab, shu viloyat miqyosida o'tkazilgan bu birinchi turnir bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Va sizlarni universitetimiz tomonidan tashkil etilgan UBS zakovat olimpiadasi final bosqichiga ko'rsatilganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bugun Zakovat intellektual harakati va UBS oliygohi hamkorligida ustozlar va o'quvchilar o'rtasida Zakovat intellektual olimpiadasi o'tkazildi. Bu jarayonda albatta tuman bosqichida 700 dan oshiq maktablar ishtirok etishdi va mana shu qatorda bizni Namangan shahridagi 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi ham ishtirok etdi. Bugungi o'yin zakovat o'yinimiz juda ham bir shaffof, haqqoniy tarzda o'tdi. Respublikamizda hali oliy ta'lim muassasalari hali bunday turdagi o'yinlarni tashkil qilishmadi. Juda ham ko'tarinki ruhda ajoyib o'yin bo'ldi. O'ylaymizki, UBS oliygohi bu loyihalarni davom ettiradi va yoshlarni ham ma'naviy, ham moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda universitetlar orasida birinchi bo'ladi. UBS bilan ilmga yo'l oching.